Assalomu alaykum, aziz yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan qanday qilib Notion platformasini, Notion ilovasini qanday qilib ishlatishlikni ko'rib chiqamiz. Xo'p, dastavval qiladigan ish Notion ilovasini App Store'dan yokida Play Marketdan tortib olish bo'ladi. Buni sizlarga aytdik, tortib olishlikni qilgansizlar deb o'ylayman. Undan keyingi etapni ko'rib chiqqan bo'lamiz ekan bugun. Xo'p, siz o'zingizning Notion akkauntingizni ochganingizdan keyin, ya'ni sizga, ya'ni shogirdlik dasturiga tashlangan o'zingizning emailingiz orqali Notion akkaunt ochgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Mana shu joyda ochganingizda shunaqa holat chiqadi. Sizga tashlab beriladi shu Notion akkauntingizga my home page degan narsa chiqadi. Tashlab beriladi sizga link. Ashkin kiriladi. Xo'p, kirganingizda bizda xuddi shu narsa paydo bo'ladi. Bu sizlarga maxsus yaratilgan dastur, template deyishadi, dastur. Albatta o'zingizni ismingizni kiritishga harakat qilamiz yokida o'zingiz alishtirib olsangiz ham bo'ladi. Mana shu yerda yozsangiz bo'ladi. Aytaylik Asadulloh bo'lsa, mana ismim o'zimga yaratib oldim mana shu yerda. Xo'p, keyingi etap nima? O'zi buni qanday ishlatamiz, nima qilamiz deganingizda, bu batdagi narsa harakatdan to'xtamay faqatli inson boshqalar yurmaydigan yo'ldan yuradi. Bu motivatsiya. Buni o'zingiz alishtirib bironta narsaga o'zingizni bironta bioingizga qo'yasiz bo'ladi, biror bioingizni yozasiz bo'ladi. Aytaylik, bu o'zingizning kreativligingizga bog'liq narsa keyinchalik. Xo'p, bugun birinchi avvalambor bugun qilishimiz kerak bo'lgan ishni ko'rib chiqamiz. Albatta, hammasini o'zingizni kontrolingiz ostida, ya'ni o'zingizni qo'lingiz ostida hammasini o'zingiz nima qilib, edit qilib, ya'ni o'chirib yoki yangi yozib chiqishingiz mumkin. Misol uchun birinchisidan 4 da uyg'onish, bu o'zim shaxsiy nimam deylik, men kiritib qo'yganman. Kunlik planim: uyg'onish, dush qabul qilish, tayyorlanish, ishga kunga tayyorlanish dedik. Endi bu siz farqliroq bo'lishi mumkin. Aytaylik, hop, siz 4 da turmasiz. Siz aytaylik, hop, ko'pchilikda o'rtacha qiymatda oladigan bo'lsak, 6 da turaylik. Hozir bomdod 5:10 da bo'lyapti, shuning uchun 5:30 deylik. Hop, 5:30 da biz turishimiz kerak ekan. Hop, mana shuni yozib qo'yamiz ekan. 5:30. Endi nima qilamiz? Turish, uyg'onish. Uyg'onish deb yozsak bo'lar ekan. Xuddi shunday bu yoqni endi o'zingiz kirib chiqsangiz bo'ladi. Bu yoqni o'chirib. Va kun oxirida bu ertalab qilinadigan ish va bu kun oxirida bitishga qilsangiz bo'lib chiqadi. Ya'ni bitishga qilsangiz bo'ladi har bittasini. Xuddi shuni qilasiz. Qilib turib, ya'ni misol uchun kechki ovqat kitob o'qiy olmadingiz, bu narsani kitob o'qimagan bo'lsangiz qolaveradi shu narsa. Endi aytaylik, bu kunlik planingiz bo'lsa, shu kunlik planlaringiz ichidan kitob o'qish bo'lmadi. Kitob o'qiy olmadingiz. Mana shu kitob o'qiy olmaganingizda siz xuddi shuni bu yoqqa yozib qo'ysangiz bo'ladi. Men agar bu vazifani keyinroq bajarishni istasangiz, uni yerga torting deb yozib qo'yganman. Buni bunday chiqarib turib pastga kitob o'qish deb turib, biz o'zimiz ertagalikka qo'shimcha ish, qo'shimcha mashg'ulot yozib qo'ysak bo'ladi. Biz bajarilmagan birorta taskimizni yozib qo'ysak bo'ladi ekan albatta, kitob o'qish deb. Xo'p, shunday, ya'ni boshqa qila olmagan ishingiz bo'ladigan bo'lsa yoki bugun planingiz o'zgarib qoladigan bo'lsa, shartga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki ichida bitta uchrashuv bor. Aytaylik, hop, aytaylik 10 dan 12 da deylik. 12:00 da siz uchrashuvingiz bor edi. Uchrashuv. Mana shu uchrashuv admin bo'lib qoldi deylik. Admin bo'lib qoldi. Uchrashmadingiz. Xuddi shu narsani keyinroqqa, mana pastroqda keyinrog'i bor. Mana shu yerga keyinroqqa yozib qo'ysangiz bo'ladi. Aytaylik, uchrashuv. Hop. Do'stim bilan deylik. Do'stim bilan. Mana shunday. Do'stim bilan. Shunaqa. Endi bu hozirgacha bo'lgan, ya'ni kunda avvalgi qismidagi
mashg'ulotlarimiz, ya'ni avvalgi qismidagi nima qilishimiz kerakligini tushuntirib o'tgan bo'ldim. Xo'p, keyin nima qilamiz? Kunlik reja. Bu har doim turadigan kunlik rejangiz. Misol uchun kunligi bir xil bo'lmaydi-ku kunlik rejangiz, to'g'rimi? Bu haftalik, shu har kuni shu turishingizdan boshlab uxlashingizga qadar bo'lgan hamma aktivitelarni yozib chiqadigan bo'lsangiz, ertangi kuni nima qilsam ekan deb o'ylab qolmaysiz. Bunday ko'rib chiqasiz, mana yerda bugunlik qiladigan ishingizni va bu yerda bunday ko'rasiz. Misol uchun aytaylik, kunlik reja tuzish. Kunlik reja tuzaman ekan bugun deb turib, bu yoqqa shuni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Yoki aytishimiz mumkin, hop, sayrga chiqmaydigan bo'lib qoldingiz. Buni qo'ymaysiz. Ba'zi kunlar chiqasiz, ba'zi kunlar chiqmaysiz. Shuning uchun bu qolaveradi. O'shani o'rniga kitob o'qiysiz. Ya'ni xuddi shu narsa, bu umumiy planka, ya'ni haftalik qilinadigan ishlar. Bu narsani hafta davomida xohlaganingizni yozib, batga qo'yib chiqsangiz bo'ladi ekan. Bu kunlik qiladigan ishlarimiz ekan. Xo'p, keyingi etapga o'tamiz. Batda sizlarga ajratilgan joylar bor. Misol uchun boshida ichki mulohaza deb yozib qo'yganman. Bunga bunday bosadigan bo'lsangiz, haftalik, oylik, yillik keltirilgan. Ichki mulohaza deb nomladim. Ya'ni haftalik qiladigan ishlaringizni, misol uchun bir haftada nima ishlar qilgan bo'lsangiz, o'zingizni yozish, ustozlar aytayapti, yozish muhim deb. Shuning uchun haftalik qiladigan ishlaringizni, misol uchun bir hafta o'tdi, 13-dan 20-aprelga qadar bo'lgan vaqt o'tdi. Albatta, bironta o'zingizda bo'lgan ish harakatlarni, o'zingizda bo'lgan hodisalarni, ya'ni o'zingiz ma'qul deb topgan narsalarni batga yozib chiqsak bo'lar ekan. Juda ham foydali. Xolasalaring nima qilishlaringni, nima qilgan narsalaringni haqida o'zlaring bilan o'zlaring suhbat qursalang bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, pastida oylik, bir oy o'tdi, siz aytilgan planlarni qila oldingizmi? O'zingizga o'zingiz отчет topshirasiz ekan. Ya'ni bir oy biz vaqt o'tkazdik, aprel oyi tugayapti. Mana bugun 15-kun bo'ladigan bo'lsa, mana bir vaqtdan keyin 15 kundan keyin aprel ham tugaydi. Va 15-gacha bo'lgan vaqt oralig'ida nima qilib qo'ydik? 15-dan keyin 2 bo'ladigan bo'lsa, aprelda nimalar qilib qo'ydik? Nimalar qildik? Ana shularda oylik holatda orqaga bitta qarab olishlik uchun, orqaga bitta qarab turib narsalar yozib olsak, ya'ni o'sha nimani eplolgan bo'lsangiz o'shalarni, eplolmagan narsalarimizni ularni qayd etib turib, keyingi oyga ko'chirsak bo'ladi ekan. Buni misol uchun buni ham davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Bu aytaylik 13-dan 20-gacha tugadi vaqt. Buni bunday qilib turib pastga bunday bosadigan bo'lsangiz, batdan yana qo'shimcha 21 и 7 kun qo'shadigan bo'lsak, hop 21-dan 28-kunga qadar bo'lgan hafta, bir hafta. Shu haqida alohida bunga page ochildi va bunga pastiga yana biror nima deb yozsangiz bo'ladi. O'zingizning xulosalaringizni. Bu ham xuddi shunday, aprel tugadi, mayga o'tdik deb yozing, mayga bunday bosasiz, batda bosasiz, batdan joy chiqadi, batga ham bu narsa deb yozsangiz bo'ladi. Xo'p, yillik endi keyinchalik bo'ladi. Yil kelganda, yil tugaganda batda ham bunday qilib turib 2026 deb turib qo'ysak bo'ladi ekan. Batda asosan shu yillik qilingan ishlar haqidagi mulohazalaringiz va qilinmagan ishlaringiz haqidagi nimaga qilinmaganining sabablarini keltirsangiz bo'ladi. Va shu bilan ichki mulohaza, o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishingiz tugaydi. Keyin esa topshiriqlar bo'limi bor. Topshiriqlar bo'limida nima qilamiz? Hop. Topshiriqlar bo'limi. Batda nima qilinadi? Hop. Ketdi. Batda umumiy sizga tushuncha berilgan, kirsangiz o'zingiz ko'ra olasiz. Hop. Mana shu joyi kerak xolos bizga. Qolganlari kerak emas. Misol uchun bugun 15-sana. Topshiriqlar. Bugun qiladigan ishlarimiz. Ustozlar bizga buyurgan ishlar bor, to'g'rimi? Vaqtli turish, mutolaa, jurnal qilishlik, ya'ni yozishlik, hozir ko'rsatgan narsam, ota-ona bilan suhbat, sport, mana keltirilgan narsalar. Bu tepadagilardan farq qiladi. Bular majburiy bo'lgan narsalar. Bularni har kuni qilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Tepada ko'rsatgan sizga jadvalim, ya'ni
odatlarimiz, qilinadigan ishlarimiz ro'yxati u o'zingizni shaxsiy hayotingizdagi holat, planingiz. Bu esa bizga qilinishi kerak bo'lgan, majbur bo'lgan holatlar. Bular agar qilingan bo'lsa, bitishga, qancha qilgan bo'lsangiz, pastida mana progress chiqib turadi. Masalan, sport qilmaningizmi, oxirigacha bormaydi. Xotin bilan gaplashasizmi, yarim bo'lib qoladi. Va bu kengayish ham mumkin. Buni davom ettirib, ustozlar o'zlari aytilgandaqa bunga qo'shish kerak bo'lsa qo'shamiz, o'zi paydo bo'ladi. Sizlar umuman tegmasalaring ham bo'laveradi. Bu o'zimiz paydo qilib, ya'ni shakllantirib beramiz. Xo'p, bu hozircha shu. Kirganingizda hop, batga alohida yozsangiz ham bo'ladi. Misol uchun nima qilganingiz, vaqtli turish. Vaqtli turishga batga hop, bir qilib turib vaqtli turish va shu joyiga siz rasm qoldirsangiz bo'ladi. Ya'ni ustozlar so'raydi, necha turganligingizni screenshot kerak bo'ladi, to'g'rimi? O'sha yerda bunday qilamiz. Hop. Mana shu vaqtli turish degan yozganimizdan keyin screenshot kerak bo'lsa, batga bosamiz shuni. Pastidan tepadagi yana bironta mutolaa bo'lgan bo'lsa, necha bet o'qigan bo'lsangiz, batga 2 qilib turib yoki mutolaa 2 qilamiz va qo'yib turib mutolaa deb yozib, pastidan hop, o'zimiz qancha o'qigan bo'lsak, misol uchun aytaylik, hop, qaysi kitob? Atomic Habits deyilgan. Atomic Habits deb turib, necha bet o'qidik? Aytaylik, 35 bet deb yozib qo'ysak bo'ldi. Ustozlar o'zlari tekshirib olishadi. Hop, shu yetadi. Endi bu qilganligingizni bitishga qilamiz ekan. Qilmaganligingizni va buni har bittasiga nima bo'lishligi uchun, isbot kerakligi uchun batga isbotini pastidan yozib qo'yaveramiz ekan. Bu topshiriqlar bo'limi ekan. Hop, tushungan bo'lsa, ham buni har kuni alish ketaveradi. Bu 15-kun bo'lsa, bugun ertaga 16 ga yozasiz. Hop, bugunchalik hozircha yetadi. Endi pastidan kitobxonlik hamda birgalikda yuguramiz degan qismlari bor. Kitob o'qishga aloqador joyi bu. Misol uchun bitta kitob o'qiyapsiz. Kitob o'qimoqchisiz. Misol uchun qanday buyuk bo'lishgan degan kitobni o'qib chiqqanmiz va buni men o'zim qilib chiqqanman hamda qoldirganman. Buni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Qanday buyuk bo'lishgan? Bitta birinchi e'tibor bersangiz, author deb yozib qo'ygan. Ya'ni bular o'zbekcha qilib chiqaman, xudo xolasa. Ya'ni author degani inglizcha o'qiganlar, ingliz tilini biladiganlar bo'ladi. Ya'ni yozgan shu avtori bo'ladi. Saud al-Kariboniy kitob yozgan ekan, shuni yozib qoldirasiz. Statusi qanaqa bo'ladi? Boshlangan, done tugagan, not start boshlanmagan, in progress o'qiyapti, done tugagan. Shuni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun not start deb qo'ysangiz, bu alishib qoladi. Done bo'lsa, done bo'lib qoladi. Kuni o'zi avtomatik boshlanadi. Qanchalik nima qilasiz buni? Rate qilasiz. Qanday zo'r sizga yoqdi? 5 starmi? Ashi zo'rmi o'zingizga xulosalaringizni keltirsangiz bo'ladi. Hop, March. Qaysi kun tugadi? Date finished. Qaysi kun tugagani? March 16, 25. Fictionmi, non-fictionmi? Ya'ni o'zbekchasi fiction, non-fiction buni keltirib ketaman. Janri qanaqa bo'ladi? Diniymi, tarixiymi? Xolos, batga yozsak bo'ladi. Pastdan shunaqa holat chiqadi. Bu o'zimniki. Endi sizlarga yangitdan bironta kitobni ko'rsatib beraman. Batdan aytaylik, Atomic Habits yozadigan bo'lsak, habits oxirigacha endi Atomic Habits deymiz. Ya'ni atom odatlar deydigan, atom odatlar. Hop, bo'ldi. Buni yozamiz. Mana open degan joyi bor. Ochish. Bossiz buni, mana bo'sh joy chiqadi. Mana pustoy.
Batga demak authorga James Clear shunaqa yozarmidi ekan? James Clear shunaqa. Va statusi endi boshlayapmiz. Not started. In progress deylik, boshladik. Va kun. Bugun boshlaganmiz, bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bosib qo'ysangiz yetadi. 15-kuni. Rate endi hali qilinmaydi va endi boshlaysiz. Chunki kitob o'qib olganingizdan keyin rate qilasiz. Kunlik sana qachon tugaydi? Misol uchun aytaylik, bir haftadan keyin tugaydigan bo'lsa, 22-kuni tugadi. Fiction. Badiymi? Ya'ni keldi mana. Badiiy asarlar, badiiy bo'lmagan asarlar shunaqa. Aytaylik, non-fiction hisoblanadi, badiiy emas. Janri, misol uchun qanaqa turdagi kitob? Diniymi, biznesga aloqadormi? Buni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Diniy deylik, religious. Va shunaqa. Keyinchalik yana bir marta kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, bu kitobni yana qayta o'qiganingizdan keyin reviewed degan narsasini bosib qo'ysangiz bo'ladi keyinchalik. Va pastda, ya'ni batda endi bu umumiy ma'lumotlar ekan. Endi batda siz olishingiz kerak bo'lgan notlar. Ya'ni siz o'zingiz qanaqa notlar olsangiz, mana yozib ketaverasiz mana. Davom etib yozib ketaveradi. Bularga ham alohida to'xtalib, biron kun video chiqarib beraman. Qanaqa qilib video kitoblarni, bu ham alohida mavzu. Kitoblarni qanaqa qilib kitoblardan not olishlik. Buni alohida joylari bor. Qanday qilib Notion'da to'laqonli ishlatish, chunki bu videoga uncha sig'maydi. Sizlarga qanday qilib ishlashni o'rgatyapman. Keyinchalik qanday qilib chuqurroq foydalanishlikda yana bitta video qilib ko'rsatib bergan bo'laman inshaalloh. Hozircha shu, ya'ni kitobga aloqador bo'lgan joyi shular. Tushunib oldingiz deb o'ylayman. Mana atom odatlar degan joyingizda mana aprel 15-kuni paydo bo'lib qoldi batda. Statusi hali ham davom etyapti, kitob o'qiyapmiz. Author James Clear. Rate endi qilamiz. Finish kuni 22-aprel bo'libdi. Va fiction non-fiction ekan, janri diniy ekan. Diniy bo'lmagan, biznesga aloqador, ya'ni shaxsiy rivojlanishga aloqador kitob bo'lgani uchun matga o'zingiz ham qo'shishingiz bo'ladi. Shaxsiy rivojlanishga aloqador kitob deb kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shaxsiy rivojlanish bo'lib chiqib qoldi. Hop, hozircha shu. Tushundingiz deb o'ylayman. Hop, batta kitobxonlikda ko'rdik. Endi birgalikda yuguramiz. Kunlik yugurishingiz. Batga kirsangiz, mana matdan tushganingizda, pastga tushganimizda eng oxirida birgalikda yuguramiz degan joy qismi bor. Bosganingizda mana shu template kelib chiqadi. Pastda qo'llanmasi ham bor. Yugurganimizda nimalar qilishimiz kerak, nimaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bular muhim bo'lgan instruction, qo'llanma. Endi buni xohlasangiz ochib o'qib ko'rsangiz ham bo'ladi. Men o'zim tayyorlab qo'yganman. Va running, qancha yugurish kerak? Buni o'zbekcha qilamiz. Hop. Yugurish. Plan deylik, plan. 5 kilometr yuguramiz. Nima qilaylik? 5 kilometr yuguramiz deb nomlasak bo'lar ekan. 5 kilometr yuguramiz. Buni ham tushundingiz deb o'ylayman. Hop. 5 kilometr yuguramiz. Buni nomlab oldik. Bugun qanchalik yugurdingiz? Kirasiz. Kirganingizda shu holat kelib chiqadi. Bosasiz. Bosganimizda masofa qancha bo'ldi? Qaysi kuni yugurildi? Bosganingiz kun chiqadi. Qanchalik yugurdingiz masofasi? Misol uchun aytaylik 3 kilometr deydigan bo'lsak, bo'ldi shu xolos. Maqsad qanaqa bo'ldi? Maqsadimiz yugurishmi yoki yugurishmi? Yuradigan bo'lsangiz yurish qilib qo'ysangiz bo'ladi. Agar yugurish bo'lsa, yugurishni bosib qo'yamiz, bo'ldi. Va statusi qilindimi, qilmadimi? Agar qilgan bo'lsangiz bichga, qilinmagan bo'lsangiz x. Qilindi, bo'ldi, yetadi shu. Pastda endi o'zingizning mulohazalaringizni, ya'ni rasm olgan bo'lsangiz rasmlaringizni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni yurganingizda qanaqa rasmga tushasiz-ku, o'shalarni kiritib ketsangiz bo'ladi. Keyinchalik sizga hali xotira bo'lib qoladi. Mana shu kuni shunaqa qilganman ekan deb qayta orqaga qaytsangiz bo'ladi rasmlarni ko'rib. Hozircha shular. Birgalikda yuguramiz. Yugurishni ko'rib chiqdik. Kitobxonlikni ham ko'rib chiqdik. Bugun qiladigan ishlarimiz, ya'ni planlarni qanday qilishligini ham ko'rib chiqdik. Ichki mulohazani ham ko'rib chiqdik. Hamda topshiriqlarni ham
ko'rdik. Hop. Shu bugunga. Rahmat. Bittagan tushunmagan joylarim bo'lsa yana ko'rib chiqaramiz. Har bittasiga bittadan video qilib chiqishga ham harakat qilaman.